xos sizlarga mana shu o'zim ishlatadigan va bizda sotuvda bor misdan obzor qilib bermoqchiman. Sochimni yuvib chiqdim, shunga ishib yotibdi. Shu bahona sizlarga hozir ko'rsatib o'tay deb. Qizlar, bu ichida yog' bo'ladi, yog' aralashgan parfyumning hidi shunaqa zo'r, hidi sochinglarda shunaqa zo'r chiqib turib beradi. Shunday yuvilgan sochga shunday sepasizlar. Nu tarafi qizlar buni ko'p sepib bo'lmaydi, chunki bu yog', ichida yog' bo'lgani hisobiga yaqinroqdan ko'proq sepsanglar sochinglar yog'lanib qolishi mumkin. Shuni ham hisobga olasizlar. Mana shunaqa qilib sepib olasizlarda kamdan sochinglarda guppillab hidi chiqib turadi. Koreyskiy bu parfyumning ichida yog'i bor. Sochni parfyumning hidi kelib turadi, sochdan zo'r hidi kelib turadi. Plus sochlari sal yumshatib, unaqa ishib ketadigan, ba'zilar sochlari ishib ketadi bilsanglar. Shunaqalari yaxshi qilib berdim, lekin hidi shunaqa guppillab chiqadi qizlar, hidi shunaqa zo'r buni. Вообще, nu tarafi uzoqroqdan sepish kerak buni, keyin kamroq sepish kerak. Ko'p sepib bo'lmaydi.